Faberly mahsulotlaridan mana shampun, Love nomli shampun sochlarni namlaydi va oziqlantiradi. Narxi hozirgi kunda oladigan bo'lsangiz 45 ming so'mdan. Xo'p, Azelit qozon va pechlarni oqartirish uchun juda ham samarali vosita. Odatda o'zim foydalanaman va shuning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Xo'p, qo'lda yomon qоворmaydi. Bez perchatka ishlatsanglar ham juda ham yaxshi effekt beradi. Qozonni qizdirasiz, pechni qizdirasiz va surtab qo'yasiz, darrov tozalab beradi. Xo'p, detskiy shampunimiz malinali, juda ham hidi yoqimli, shirin bo'lgan shampunimiz. Bola uchun ko'zlarni achishtirmaydi, zarari yo'q. Narxi 35 ming so'mdan. Mevali shampunimiz, ya'ni Lovely Moments shampuni. Buni narxi ham 35 mingdan. Buni yaltiroqlari bor. Xo'p, soch uchun laminatsiya effektini beruvchi balzam narxi 45 ming so'm. Davomi profilimda.